Assalomu alaykum. Ismim Muhammad Sodiq Abbosov. Savod o'quv markazi arab tili ustozlaridan biriman. Bugun sizlar bilan hamza harfi haqida gaplashamiz. Bu harf halqumni eng tubidan talaffuz bo'ladigan, chiqadigan harf hisoblanadi. Mana shu titragan a'zoyimizdan hamza harfi chiqadi. Hamzada e'tibor qilishimiz kerak bo'lgan joylardan bittasi, hamzani ustida sukun keladigan bo'lsa, biz buni o'zbek tilidagi tutuq belgisi yoki ayrish belgisi deb turib aytamiz. Mana shu holatga o'xshatib o'qishligimiz kerak bo'ladi. Assalomu alaykum. Ismim Muhammad Sodiq Abbosov. Savod o'quv markazi arab tili ustozlaridan biriman. Bizni bu sahifamizda arab tili darslari qo'yib boriladi. Sahifamizga obuna bo'ling. Bugun sizlar bilan hamza harfi haqida gaplashamiz. Hamza harfi ko'rinishi mana shu shaklda bo'ladi. Bu harfni ustida agar fatha keladigan bo'lsa, biz buni a ko'rinishida o'qiymiz. Agarki tagida kasra keladigan bo'lsa, biz buni i ko'rinishida o'qiymiz. Xuddi shunaqa ustida zamma bo'ladigan bo'lsa, biz u ko'rinishida o'qiymiz. Xo'p, endi bu harfimizni mahrajiga keladigan bo'lsak, bu harf halqumni eng tubidan talaffuz bo'ladigan, chiqadigan harf hisoblanadi. Xo'p, o'z o'rnida aytishimiz kerakki, biz halqumni eng tagi deganida mana bu joyni tushunmaymiz, balki mana shu joyni tushunamiz. Bu yog'i boshqa a'zo bo'ladi. Xo'p, yana ham shuni aniq qilib olishligimiz uchun qo'limizni mana shu joyga qo'yib turib, az yoki au deb turib aytadigan bo'lsak, mana shu yerda titrashlik hosil bo'ladi. Mana shu titragan a'zoyimizdan hamza harfi chiqadi. Xo'p, endi bu harfni boshqa harflar bilan qo'shib turib o'qiydigan bo'lsak, birinchi holatda mana ab, at, as, ah, a ko'rinishida bo'ladi. Keyin yana hamzada e'tibor qilishimiz kerak bo'lgan joylardan bittasi, hamzani ustida sukun keladigan bo'lsa, biz buni o'zbek tilidagi tutuq belgisi yoki ayrish belgisi deb turib aytamiz. Mana shu holatga o'xshatib o'qishligimiz kerak bo'ladi. Qanaqa desa, masalan, ushbu kalimani biz fa-run deb o'qiymiz. Yoki bunisi kalimamizni bi-run deb o'qiymiz. Va yana e'tibor berish kerak bo'lgan joyi, mana shu hamzani sukunlik holatida kalimani oxirida keladigan bo'lsa, ba'zida bildirmay qolishlik holatlari yuzaga kelib turadi. Masalan, ushbu kalimani mubtadi deb turib oxiridagi hamzasini bildirishlik shart bo'ladi. Ba'zi holatlarda mana shu hamza oxirigacha yetmay qoladi. Endi hamza harfini so'z boshida, so'z o'rtasida va so'z oxirida kelgan holatlarini birgalikda o'qib ko'ramiz. Birinchi men o'qiyman, keyin sizlar orqadan qaytarasizlar. Amaro, akhoza, abaro. Endi so'z o'rtasida kelgan holatlarni ko'rib chiqamiz. Ya'muru, ya'khuzu, ma'mur. Endi so'z oxiriga o'tamiz. Quri'a, qori, mubtadi. Ushbu harfni yanada mukammal o'rganmoqchi bo'lsangiz, videoni qayta tomosha qilishingizni tavsiya qilaman. Arab tilini noldan offlayn shaklda o'rganmoqchi bo'lsangiz, Savod o'quv markaziga murojaat qiling.